Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala amma ba'du. Bizning kitap o'qish dersimiz qarindoshlar. Abdur mushu gullanish, uyg'unish planiga munosabatlik oldin ola hozirlik sifatida binetçi mushu sohada ko'p qo'llaniladigan atalgılarını düşündürüş şekilde bir mukaddime başlagandı. Bunun birincisi de biz el-meşru' sözünü düşüngendik. İkincisi an-nahda. Nahda degan sözünü biz aldığınki qatimliq kitap okuş dersimizde uyg'unish, güllenish, o'rnidan dast turish degandek ma'nolar bilan tarjima qilgandik. Ondan keyin bu so'zningki özüge aladigan dairesi hakkında Abdur Avrupa'daki 16. asırdaki bir kıtımlık uyg'unish hareketiga murojaat qilib turib, shuni misol qilib turib bizga uyg'unishninki, gullanishninki ma'nolarini qanday qilayotgan tushuntirayotgan va 15-betda biz oldingi qıtımlık darsimizdan shu yerda to'xtagan. Davamlaştıraylan da olsa kema yaqulu Nuruddin Hatum. Xuddi Nuruddin Hatum degandek tırnaqning ichidagi shu odamning kitobidan olgan naql oldidagi ikki chiket oldidagi tashlanib ketgan mazmunlarni ifodalaydi. Ya'ni gap bor demakchi, lekin munosabatlik tarafini kesiblam apti. Biroq biz deydi ko'rinishni tutib olib 16. asırdaki bütün yeniliklarning hammasini inkar qilmasligimiz lazım. Arab tilidan Uyg'ur tilining o'xshamaydigan tarafi nima desanglar? Arab tilida ikki jumlani qata akilib, ikkilisini manfiy shaklda ifodalamoqchi bo'lsa, birinchi jumlani manfiy shaklda, ikkinchi jumlani atf bilan musbat shaklda kelib qo'ydi-chu. Qarasanglar ولكن يجب ألا نأخذ ما هو منفي يعني بلوشسuz cümle فننكر ما هو buluşluq cümle şekli cihette. Mana cihette ikilisi menfi asli ama Uyghur tilida mı? Arap tilida ikkilisini inkar ifodalamoqchi bo'lsa-mu, birini musbat, birini manfiga kelgandek Uyghur tilida mı birisi manfi, birisi musbat tarjima qilindi, ammo ma'noda tushunishda ikkilisi manfi shaklda tushunildi. Masalan, hozir men tarjima qilgan vaqtimda men A5'deki Allah'ın okularını musbat tercüme kıldım. Fenunkir'ini menfi tercüme kıldım. Ama bütün cümle menfi şekilde düşünülüdü. Mesela lekin taşkı görünüşünü tutuvelep musbat şekilde ifadelense 16. asırdaki bütün yeniliklarını inkar kılmaslıkımız lazım. Mani menfi şekilde. Ama düşünüşte işkilese tutmamaslıkımız lazım. İnkar kılmaslıkımız lazım diye manada bizge birdi. Muhakkak tercüme münasebetlik tarafıyken dep ütüp kaldım. Gerçi mezmun münasebetlik olmuşum. İnne ruha ayyi asrin minel usur. Her kandak esirlerden bir esirininki ruhi bir gruppa top grubu demekçi. Ya ki köpçülük ya ki cumhur bütün kişilerin aklıyla ifadelenmeydi. Mesela Uyg'urda qanchalik aql var yoki Amerikalikda qanchalik aql var desa, Amerikalikning 300 milyon yoki 200 milyon nupusining hammasini asos olmaydi buningda. Chunki bir millat, bir davlatninki, bir jamiyatninki umumiy a'zolarining hammasining saposiningki yuqorilishi notayin. Ammo muhim bo'lgani nima bir millatda, bir davlatda, bir jamiyatda desa, balki temsil qildig'ini qaysi desa, şu milletning farzandlari ichidagi tanlangan safva degan gap bo'lib isil kishilarning aqli bilan an misol keltiriladi. Ya'ni demakchi o'g'ini bir millatga ketarlikadan bak chiqamas. Ammo azob qolsin bo'lmaydi, lekin hammasi emas lekin. Yana bu gapni taxminiy tushuntirib qarindoshlar. 35 milyon Uyg'ur va deyilsa, 35 milyon Uyg'ur ne? Bir Uyg'ur millatini taraqqiy qilgan millat, taraqqiy qilmagan millat, bilimlik millat, nodon millat deb ism qo'yish uchun 35 milyonning hammasi unda bo'lishi shart emas.
Belki şunun için şu milletni yeteklep mangan bir büyük adamlar oldu. Şulağa qarab turib deymiz bunu şu. Qolganlari qo'ylarning patisqa o'xshash ichidan chiqqan liderlarga, aql egalariga ergishib mangdiganlar. Mana nuqta bek muhim demakchi. Ya'ni abdallardan, qahramonlardan xuddi Karl degandek bir büyüki deydi. Bu bir büyük kishilar qanday odamlar desa, mash'allarni ko'targuvchilar, hamalatul masha'il. Hamala bilasizlar, homilning ko'pligi hamala. Bular deydi, ellezine bular kishilarga növbətdiki qaranğılıqның içində kelgüsününki yolunu yurtub turadigan kishilar. Bir millet anda asan yoruqluqqa chiqolmaydi. Bu tarixdan tortib bütün millatlarda bo'lgan ish. Shu millatning ichidagi ozgina bir bilik edamni o'rtaga chiqib, "Hey xalq, manga yo'limiz qarang'u yo'l. Bizning ketayotgan yo'limiz zulmatlik. Bizning chiqish yo'limiz deb bir noktani görüstüdü. Millet onunla deslapta top yakın karıştırdı. Onu sırtqa qaqıdı, chetki qaqıdı. Milletke hakikatini gözetkende mutlaka avval chetki qaqılıdı. Chetki qaqılıdı. Andın kiyin yavaş yavaş asta qanda oludu. Birden işkiden düşünüp millet çöngensiri andın kiyin terakki qılıdı bu işler. Millet çöngensiri andın kiyin terakki qılıdı. وانظر إلى هذه العبارات yani siz aldığınki paragraftaki meş'əllərini kişilərə növbətdəki qaranğılıqның içində kelgüsünün yollarını yurtub turadigan meş'əl kütəgüçlər degan muşu gapga bək diqqət qilish kerak deydi. Muşdan obdan qarang deydi. Yani Abdur deydi, "Venzur ila hadihil ibarat hamalatul meşa'il ellezine yuniruna linnas tariqal mustaqbal hilal dijur al-hadir." Degan muşu gapga obdan qarab baqing deydi. Nimishqa desa, muşu gapni tushunmak bek muhim qarindoshlar. Chunki buni to'g'ri muomala qilmasak, asallam chataq chiqadigan bir gap. Bir millatda növbətdəki pasib ahvolda 50%'den artıq adamga yaqadigan ishni qilgan odam millatga rahbar bo'lolmaydi. Mana bir nuqta qallanligini qo'ysin. Kishilar chavakchab qarshi ish masligidey millatni qutqizolmaydi. Chunki bir pasib millat voy mush ish nayt güzel ishkan deb chavak chaldi degan gap. Ya'ni shuning idisi dedik-ya bizlarga bir millet bika-bikaga bir devlet bir millet övülmeydi. Uzun mezgillik ilaqi ideya jihatdagi çürüş, intilish jihatdagi bir xil üleklik, mushu insonning hujayralaridan tortib ichki qurilmalarigacha, tafakkurlarigacha kirib ketgan vaqtda andikin bir millet o'ladi. Endi u millatni qo'piradigan odam ashu millatning kallasiga maska qilib qo'ydimi qo'pirolmaydi. Yoki shu jamiyatning odamlariga qo'shilgan gap qilib qo'ydimi, hammasi chavakchilagan gap qildimi, u millatni qo'pirolmaydi. Ini qo'sni kallanildi bo'lsin bu. Shuni da'vat turmayadi. Ashu zamonlarda Yevropa medeniyeti ular haqida so'zlayotgan güllenish rahbarlari, ruvat degan gap bunda yetakchilari bular ozg'ina bir odamlar, humul qilla, ozg'ina odamlarki mash'allarni ko'targan. Ve beda'at tekshifu lin-nas an jamalil madi. Kishilarga o'tmishning go'zalligi qarang'uliq degan gap. Zulmat degan gap yani dijur. O'tmishning go'zalligini kishilarga ichib berishga boshladi bular ve kelgusidagi ish imkoniyati haqida ichib berishga boshladi. Ve bular deydi shu millatni gullantiradigan yetakchilar kim desa ötmüş bilen bütünley üzülüp gitişki çaqagan grup emas. Kelgüsüdün ümitsizlenişki çaqagan grup emas. İnsanlı bolsun. Bir cemiyetni, bir devlet, bir millet, bir cemiyetni qutquzdiganlar her güzmü bu cemiyetni, bu millet, bu devletni ötmüşdün üzütüdiganlar emas. Ben bir addi misalda meni alay. Etrafımızda sizler bizde körep turgan misal oğa çıqab bizning tushunishimizga oson bo'ladi. Masalan Turkiyada
Hokimiyat ustidagi bir ideyadagi kishilar bor. Oq partiya deb qo'yamiz-ku buni. Ondan keyin ana muxolifat deb qo'ydi turkchaligi, asosiyligi o'qitish partiya. CHP deb qo'yamiz-ku qarindoshlar. İkisinden keyin manda bir farq bor. Müşakiga vaqtdan bir narsa misol olgim keldi-chu. Oq partiya asosliq kishilarning ideyasini Osmonliga bog'lashga tirishyapti. Osmonlidan faxrlanishga, hisobda biz Osmonlining nervlari, Osmonlining avlodlari, bizning ajdodimiz Yevropalikcha ketgan degandek bir tashviqotlar bilan, hatto filmlar bilan, hatto ko'rayotgansizlar filmlarda Beşi Ertuğrul'dan başlasa, kin Osman Gazi'den kin Mehmet Fatih, ondan kin da dikkat kılsanlar Abdülhamid'ninki dastlabki davrlari, mesela Abdülaziz Xonning davrlari, ondan kin Abdülhamid'ninki davrlari, ondan kin Cumhuriyet davrida umumiy tarixni bir bağlashga uriniyotidu. Ama qarshisidagi o'qituvchi partiyadagi CHP'ga qarasanlar, fakat Türkiye'ni Cumhuriyet vaqtidan başlap, onun aldığını da bütünlüğü üçrep yok kılışqa urunuyotdu. Mişen bir narsani tushunsanlar bunudu. Bir millet yoki bir devlet, bir cemiyetninki o'tmishga bağlanmagan holati baq qo'rqinchli. Cho'qim o'tmishga bağlanish kerak. O'tmishga bağlanish degan gap o'zining asli kimligini bilish degan gapchu. Bir cemiyet, bir devlet, bir millet uyg'unish uchun o'zining asli kimligini bilish kerak. Sen kim? Qanday yashagan odamlar, kimlar sizlar va kelgusida nima bo'lmoqchi? Bu ikki nuqta bak muhim deydi. Hargizmi bizni o'tmishdan kesib, kelgusidagi bexilalikka, qorong'ulikqa boshlab mangadigan insonlar bizni yetaklab mangolmaydi. Va nukmil ma'a Nuriddin Hatum. Qani Nuriddin Hatumning gaplarini to'liq o'qib boqaylik. Nukmil degan gap to'liq oxirigacha o'qaylik. وإذا درسنا رجال الفكر في هذا العصر bu devrdeki mutafekkirlarni tadqiq qilganimizda وإذا درسنا degan gap mutafekkir tadqiq qilish degan ma'noda emasmi? Biz ularning qishida bilim, tabiat, din, shaxsiy va ijtimoiy axloqlarga nisbatan yangi bir tushunchani ko'ra olamiz. O'zgaruvchi bir tushuncha omaliqi, gullantirish, taraqqiy qildirish, uyg'otish sohasidagi kishilarning qishida yangi bir tushuncha, har narsaga yangi bir ta'bir urdi. Va mimma yajdir zikruhu, bu yerda so'zlashga tegishlik bir nuqta. Mimma yajdir zikruhu degan gap so'zlashga tegishlik bir nuqta. Ma qahramonlar deydi. O'zlarini xuddi yangi asrdagidek his qiladi. Garchi biz nayt qaloq bir tushkunlashgan bir holatda bo'lsaqmi, ammo gap so'zlari yoki muomalalari, masalalarni tahlil qilishlari yangi asrdagidek. Masalan deylik, bugun mush gapga nisbatan bizning uyg'urchilikda nima bor desanglar, bizni siyosiy jihatni yetaklaydigan yoki diniy jihatni yetaklaydigan kishilar umumiy kishilarga xitob qilgan yoki kishilarni bir nuqtaga yetaklab mangan vaqtda, gerçi emniyetimizden bir devletimiz yok, bir cemiyetimiz bo'lmasa-mu, lekin mevhum bir devlet hukumunu kallasida şekillendirip, reallıqda bizni bağlab turadigan sistem bo'lmasa-mu, mevhum sistemidan birini kallasida şekillendirib turib, shu bo'yicha muomala qila oladi demekdir. Belki magipimni ya tushuntirdim ya tushuntirmadim. Texmi tekrar tushuntirsam, yana navbatda zaminda bizning devletimiz yok hozir. Bizning qo'limizda tutib turayotgan. Ammo mevhum devlet hem adamning kallasida bo'lishi kerak. Liderlar xuddi bir devletning puhrasiga muomala qilgandek, shu devletning ishlarini yurishtirayotgandek bir anga kallasida, ya'ni kallasida devlet avval qurilishi kerak demekçi. Men bir Sharqi Turkiston devletining puhrasilar suhbatim bilan, gerçi hozir devletim qo'limda bo'lmasa-mu, lekin bir puhralik vazifasini, üstümge tushgan majburiyatni ado qilaman-ku degan tuyg'uga kelishim kerak. Ma qahramonlar dal ashta qilib davotdi. Demakchi o'g'ini shu. Inna an-nazar fi a'mal haula'i al-mujaddidin fi hada al-asr. Bu davrda ma yangilig'uchilarningki ishlariga qaragan, ishlar haqida o'ylanib boqqan kishi shuni ko'rib olaydi-ki, bular o'z asrining oldida. Ya'ni 21-asrda yashayapmiz, lekin plan 22-asr, 23-asrga tuzilib bo'lgan demekçi. Yani kallasida tasavvur var demekçi. 2020-yilda yashayapmiz, 2030-yillik planlar tuzilib bo'lganlik demekçi. Xuddi Nuriddin Hatum degandek, tunda shuning kitobidan ilingan bir naql bor ekan.
ولكن المجددين ama mujaddidlar, yangilovchilar ko'p vaqtda o'z asrlaridan ilgarilab ketadi. Endi mana bir nuqta qarindoshlar. Mushuning keynidan qop turay hozir. O'z asridan ilgarilab ketdi degan gapning o'zi atrofidagi kishilar bilan o'xshash tafakkur qilmadi degan gapchi bu. Atrofidagi kishilarga o'xshamayroq gap qildi degan gap. Mayli tafakkuri hamma jihatda. Shuni bilan nima yuz berdi bilamizlar? Atrofidagi odamlar bu odamlarni qanaqa qiladi? Chetga qo'yadi. Set ko'rinib qoladi. Chunki har bir jamiyatda shu jamiyatning navbatdagi bekib ketgan sistemasidan foydalanayotganligi. Mayli moddiy foyda, mayli ma'naviy foyda. Bir jamiyatning unda oson o'zgartirilmasligining, oson isloh qilinmasligining tub sababi qarindoshlar, shu jamiyatdagi qaloqlikdan yoki tushkunlikdan foydalanayotgan bir turkum kishilar bo'ladi. Kim bo'lsa, shular eng burun piltiga o'tni yoqadi. Andakin atrofidagi boshqa nodon xalq masalani tushunmagandan keyin ya belki bunu sarang deyishi mumkin. Belki bunu o deyishi mumkin, bu deyishi mumkin. Masalan deyli, aşta yürüküde bir islahat utuvadın birisi ortaga chiqib, planlarni o'tirib qo'ydi, masalalarni tushundirdi desa, atrofdagilar ya uni yo'q gapni qiladi, quruq gapni qiladigan sarang deyishi mumkin yoki bo'lmasa, buning shu boshliq o'g'iz kelib qopti, muqaddam bizning Uyg'ur tilidagi oldi pesh degandek gaplar bilan har xil ittihomatlar bilan buni mutlaqo siqidi unda odamni. Chunki yengilg'uchi hargizmi xalq bilan billa mingib yengilayolmaydi. Yengilg'uchi esingizda bo'lsin, xalqdan 10 yillik, 20 yillik, 30 yillik oldida ma'amasa kalla jihatda, tafakkur jihatda, masalalarni tahlil qilish jihatda yengilayolmaydi bir jamiyatni. Lekin bunda manga odam hozir degandek deydi-ki kitobda ve yekununa urdatan littihad muasirihim. Bular deydi. Öz devridagi kishilarninki sıqışığı uçuraydı deydi. Yekununa urdatan duçar buludu bular. Littihad degan gap sıqışı, besime, zulm selişe, chetki qiqish degandek ma'noni o'z ichiga oladi. Ya'ni bular bilan zamonda yashagan kishilar, men bular, shu zamonda yashagan kishilar la yafhamuna ara'ahum. Bularning fikrini qana qilmaydi, tushunmaydi. Xuddi Yevropadan, endi bu har jamiyatga o'xshash, insonning tabiati o'xshash emasmi? Faqat qimmat qarash o'xshamaydi, e'tiqod qilayotgan din o'xshamaydi, ammo insonlik o'xshaydi. Qimmat qarash o'xshagan bo'lg'achqa, buning misollarini biz Yevropadan ola olamiz. Masalan, Kopernikni misol qilibdi. Bu kishi Kopernik yulduzlarningki o'z o'qi atrofidagi harakatiga paket keltirgan va quyosh atrofidagi harakatiga yulduzlar, planetlar o'zaro cho'g'laydi. O'z o'qi atrofidan cho'g'laydi, quyosh atrofidan cho'g'laydi deb man desa, fa hakama baba, papa shu vaqtda papa buning nazriyasi muqaddas kitobga zid deb hukm qilgan. Ko'ydirayotgan ahvollar va tarix qarasanglar. Ve bir rağmi min enne Kopernik nefsuhu. Gerçi Kopernik o'zi 16. asrninki avlodlaridan bo'lsa-mu, ammo bu epkagan yangi inqilob fikri u yaşagan asrdan ilgarilab ketgan deydi doktor Hatom o'zining nimasida kitobida. Endi shunga o'xshash gaplarni bizlar Yevropadan emas, butun dunyodagi mayli men ma gapni insonlik nuqtasidan aytaman. Masalan, Xitoy desakmi, Xitoyninki bir shu zulmatlik davridan qo'pab hozirgidek kuchli bir davrga kelgan vaqtlar. Shu jarayon qarasangiz o'xshash. Xitoy chog'ida Amerikalikning shu Amerikada 300 yil ilgari yo'qdi, masalan. Umumiy ayndabiyalik gulini bosqichini besib o'tgan. Yevropa shu har davlat shu. Endi biz navbat bizga keldi musulmonlarga. Musulmonlar yangidan bir qo'padigan keldik, xarakterini bilishimiz kerak. Ya'ni bu musulmonlarning o'ndan qo'piradigan kim va qanday sinoqlarga, qanday qiyinchiliklarga duch keladi, atrofidagi kishilar buni qanday muomala qiladi va buningdan qanday atlab o'tadi degandek nuqtalarni biz avval tushunishimiz kerak. Buni avval oldin a'lo ideya jihatdan tayyorlik bo'lmaganda balki mag'lub bo'lishimiz mumkin. Shunda da'vatuduma abdur va qul zalika yuqoridagidek masalalarni Leonardo da Vinci va undan boshqa o'zlarininki asri ilgarilab ketgan, oldiga chiqib ketgan fikrlari sababli qiyinchilikqa uchragan, qiyin qistoqlarga uchragan mutafakkirlarning hammasi bo'lgan ahvollar bu. Endi asli temamizga qaytaylik. Biz
en-nahda degan so'zning ma'nosi haqida aytdik. Na'udu ila ma'na kalimat en-nahda allati bada'na biha. Biz yuqorida boshlagan nahda degan so'zning ma'nosiga qaytaylik. Deymizki nahda degan nima desa, umumiy bir fikriy harakat. Mushu gapda biraz to'xtalamiz. Umumiy fikriy harakat degan gap, masalan, Turkiyada yashayotgan Uyg'urning soni 15,000 odam bo'lsa, 15,000 nüfusning men bir o'lchadi da'vatman juma, balki onun ortiq bo'lishi mumkin. Ba'zilar 100,000 deydi, ba'zilar 50,000 deydi, ba'zilar 30,000 deydi. Qancha bo'lib ketsa, o 15,000 bir son bo'lsa, buningdan 5,000 18 yaşının tövündeki kichik bolalar, ya'ni bunda fikr o'ylanush, tafakkur qilishdan xoli o'zining taqsabiy hayotini yashayotgan bolalar bo'lib qolsa, 5,000 oxiratga tayyorlik qilayotgan yashanganlar bo'lib qolsa, o'tirdi 5,000 odam qoladi. Mushu 5,000 odamninki har birisining kallasida o'xshash bir xil jonliq hayya kitob qaranglar, muntashira kang taqilganligini 5,000 odamning hammasining kallasida asr bo'shliqida uzluksiz taraqqiy qiladiganki, har ishda oldiga qarab ilgarilaydigan bir umumiy fikr shakllanish ve o'tmish bilan munosabatni uzib o'tmasdan yangi fikrlarni o'tirg'a qo'yadigan tatrah al-jadid duna qati'ati min al-madi. O'tmishdan munosabatni uzib o'tmasdan yangi fikrni o'tirg'a qo'yadigan bir fikriy harakat. Mushu gullanishninki birinchi qadami. Har odamning kallasida bo'lish kerak. Ma insonda bo'lsin, har odamning kallasida bo'lmay turib millat uyg'onmaydi. Eng aqallisi shuni qabul qila oladigan yerga yetish kerak. Tamam, o yangi fikrni o'tirib qo'ymasin, qabul qila oladigan yerga kelish kerak. Endi shu nuqtadan aytgan vaqtda bu nahda degan so'zning tahtiga nurg'un so'zlar kiradi. Masalan, fa hadhihi kalima, mush nahda degan so'z bir qancha so'zliklarni o'z ichiga oladi. Masalan, harakat, bayat qilgan ta'rifatimizning ichida bor so'z, umumiy fikr. Mana shu har birini birdan sizlarga misollar deyishimning sababi chunki har birisi muhim bir nuqtaga ega. Hayya, jonliq, bunda bir anglab to'xtab qoladigan emas. Bir sorun olsak anlaplam jallanıp gelip öykesek unutup kaldığı emas her daim. Muntashira kang taqilgan men bayatmış 5,000 odamning hammasi bo'lishga dedim ya. Ashunlar hammasi bo'lish. Va asr bo'shliqida uzluksiz taraqqiy qiladiganligini to'xtab qoladigan emas. Uzluksiz ilgarilab turadigan, o'tmishdan munosabat uzib o'tmasdan yangi fikrlarni tashlab turadigan. Mushlarning hammasi ma'lum bir uqumga ega qarindoshlar. Ma'lum bir narsani da'vatudu bizga ishorat qilyapti bir taraflarga. Ve bu hareket deydi, bu söz ilim sahasini o'z ichiga oladi, din sahasini, siyoset sahasini, iqtisod sahasini ve ijtimoiy jamiyat sahasini, undan va ma ila zalik, undan boshqa nurg'un sohalarning hammasini qanday o'z ichiga oladi. Hamma sohada. Mushu iqtisod, siyoset, ilim degan kelgan vaqtda men mush iqtisodda biroz to'xtalg'im keladi. Men eng aloqa ichim pushadigan mazgil nima desa, mening aqlimga keladi. 90-yillar, 95-yillardan keyin Uyg'urninki bizning millatning iqtisodi biroz taraqqiy qildi deyli og'zimizda. Ammo bu taraqqiyot bir hul asosiy puxtlanmagan bir taraqqiyot bo'lib qoldi. Ya'ni pul topdik Uyg'urlar. Ammo topgan pul qanday shaklda oldu desa, ya'ni asos aciz pul tepib qoldik. Men bunu belki bir yerde bu dersning hozirgi qisqagina vaqt soatlarida buni tushuntirib olmasam mumkin, ammo bir narsani deyalayman. Shunda vatandan ayrilib Turkiyaga chiqib qoldik. Million dollarni ko'tarib chiqqan insonlarimiz, kishilarimiz va shu million dollar bilan bir ish qilinmaydi Turkiyada. Bu nima bilamizlar desa, iqtisodning bunda holining bo'shliqi. Pul topgan, lekin bunda pul tepishning asosi puxta emas. Asas puxta olmagan degan o pulni qo'ldan tutib qoldi degan mana. Nima ish qilsa qiladi deb, tayyor bo'shliqlarni izlab, ya oltin bozoriga kirib boqadi, tayyor bo'sh soha ekan deb. Hele dollar bozoriga kirib boqadi, hamma yerdan bir xil nima deymiz, hamda ziyon tortib chiqadi. İşimiz og'riydi qarindoshlarga. Chunki biz u aramizdagi har bir qarindosh biz. Ondan keyin shu boshqa sohalar, masalan, ilm, din, iqtisod, ijtimoiy dedi. Yine şu vatanga qaytib ba'zi narsalarga echinish to'g'ri keladi. Echin g'ulu tusoq, ya'ni uzluksiz echinib ketimiz, vaqt biroz so'zlab ketadi. Hatto masjidlarimizni boshqa millatlar, necis millatlar saradigan darajaga bordi. Shu darajada qoldik.
Ağrıp qalsaq, operatsiya qildirish to'g'ri kelib qolsa, mahremiyetlerimizni yat millatning oldida yotqizadigan darajaga borgandik. Ya'ni o kadar bir derecege bağlantıqda asasen iki putlab menip yaşayotgan görünüşten başka bir görünüş yok. Ama şunu biz cemiyette o öz vaqtida his qılmagan. Şunu his qıldırdıgan bir lider ortaga çıkmagan şu vaqtda. Hala çıkmavatıda biz izdavatımız. Hazırga kadar şunda bir liderini. Yani uyg'unish degan ashtan narsa, uxlash degan ashtan narsa. Uxlagan vaqtida uyimizni mi başka millet saladı bir binayımızdan başka millet saladı. Hatta mescid ibadetlerimizni mi, ibadetxonalarimizni mi başka dindeki demeyem. Din mi yok? Bir adamın en eskisi saladı hem de. Üzümüz mi şunu aldı diyatımız operasiya qilib qo'ydi. Mahremiyetlerimizni mi yatqozumuz operasiya qilib qo'ydi davolaydi. Şu derecege basımı yine milletninki okumuşluq kişilerinin kallasiga to'xtab tura. Milletning o'zining doktorlari bo'lsin, o'zining binokorlari bo'lsin, bir oddiy misol olyapman. O'zining olimlari bo'lsin, o'zining digil tursak nurg'un o'zining vamdi. Hamma jihatda o'zining olsin millatning agar mishadni shunday yo'tkilib boshqaga berish to'g'ri kelib qolsa, shu paytda taraqqiy qila olsin deydigan ang ideya kagilnimidi yoki kagan bo'lsa-mu buni aqtiranmadi. Chunki dedik ya baya uyg'unish, gullanish degan nima desa, umumyuzlik bir fikr harakatiki bir odamning kallasiga kelsa, atrofdagilar jim turib olsa, atrofdagilar uni qabul qilib unumasa, u anda oson taraqqiy qilma, oson mangmaydi. Endi bugun Turkiyada shunday qila olamizmi desa, qattiq tirishsa qila olishimiz mumkin. Ammo yana endi sizlar qaytadan shu hozir darsni anglayotganlar ko'zlarini ochib atrofga shuna qarab boqinglar. Ya'ni bizda shunday bir uyg'unish alomatlari bormi, yo'qmi? Qaytadan qarab boqsak javobini o'zimiz qanday qila olamiz, topa olamiz qarindoshlar. Fa hadhihi al-hayat al-jadida, bu yangi hayot, ya'ni kitob qarasanglar, bu yangi hayot va bu yangi tasavvur, ya'ni tarixiy bir ishning imkoniyatining yangi tasavvuri ve kainatninki kainatga tefekkür qilishning imkoniyati yangi bir ko'zaynak bilan, yangi bir aynak bilan qarashning imkoniyati bo'lsa nima bo'lsa, hiya thimatul asasiyya. U bo'lsa gullanish davri deb atalgandan keyinki asosiy belge, asosiy shuar yoki asosiy simbol. O fil vaqti nafsi shu vaqtning o'zida anda asan tez zimindagi bir harakat emas. Ya'ni bunimda qildi deblam munda qildigan ish emas. Qilsaqlan bo'ladi-ku deb mang'ulonmaydi, anda oson emas bu. Balki bu harakat ki buni bir tanlangan bir bölük kishilar yetaklab mangadigan harakat, allati atlaqa alayha Karl Abtal. Bu tanlangan kishilarga Karl o'zining kitobida Baturlar, qahramonlar deb manda nom qo'ydi. Musha harakat eng muhim nuqta qarindoshlar. Eskertvatime tataarradu lil ittihad ve tenkil vel muqaveme. Başkalarınki zulmuğa, karıştırışığa uçraydı. Tenkil, muqaveme, işkilisi karıştırış. Ben mişekege vaqta bir nesini qo'shib qo'yishni to'g'ri topdim qarindoshlar. Yani müşazir ders qanda belki 30 yoki 40 qarindishimiz bordi. Hamma onun kallasqa zada ashta bir millatni yetaklab mangadigan bo'lsaq yoki shunda bir odamlar chiqsa, millat gullansa, o'rnidan dast tutsa deydigan bir ideya kallanlarga kelgan bo'lishi mumkin. Cho'qim keladi endi. Agar ashta bo'lib qolib o'tirg'i chiqsanglar, mushu millatga nisbatan Allohning oldidagi mas'uliyat nuqtasidan chiqqan bo'lg'achqa, bu millatdan kelgan har qanday aziyatga nisbatan qarshilik bildirmasliging kerak. Dedi-ya, sıkılış, qarshilik, zulmga duch keladi degan gap sirtdan dushmandan emas, atrofimizdan keladi. Va kelgan har bir sıkılışga nisbatan, har bir qarshilikga nisbatan biz mana dushmanlarcha tepki ko'rsak, dushmanlarcha inkos qaytarsak, yana bo'lmaydi. Chunki biz Allah'ның oldidagi mush millatga nisbatan, millatning farzandi o'qimiz. Allah bizni Uyg'urdan yaratgan bo'lg'achqa, Uyg'urga nisbatan bir ustimizda majburiyat bo'ladi. Shu majburiyatni qilman deb navotqadan bo'lg'achqa, uqmaydi bu odamlar. Tushunmaydi bu odamlar. Mushu fursat, mushu bosqichni o'tib ketdi, an bizning bu millat uchun nima qilganligimizni biladi degan nuqtada turib, kelgan har bir aziyatga suyib turib qarashamizsanglar. Bunu Peygamber Aleyhisselam'ın hayatının kurvağı oldu. Peygamber Aleyhisselam o kadar eziyetini çekti ki, hatta Cibril kile, perişte kile,
Xalısan matağını adamın üstüge qoyup birey dese, yo'q. Buni mushu ideya kelmasanglar, maaşını qag'il olmaydı. Silni tillagan adamni ko'zangligi chiroyli kürlütkan halatda qılanmasanlar bu xizmatni, maaşını qılanmaysizlar. Bu millet acayip millet ki üzünün mücahitlerini tıllaydı. Üzünün alimlerini tıllaydı. Üzünün ziyalilerini tıllaydı. Üzünün ticaretçilerini tıllaydı. Tıllaydı ama yok. Hatta küçü yetse başka neresi kıldı. Ama üzümüzden o millet. Biz muş milletin bop kaptık emiz. Amal yok. Milletimizin özgertip ağıl olmaydı. Kayıtın yaratılığı, kayıtın toğul olmaydı. Milletinin bizni tıllaşları, bizni eyipleşleri, bizge karıştırışlarını süyüp turup kubul kılışımız gerek. Şu vaxtda da milletini yitekleyeleydiğen bir bilik edemli ortağa çıkıdı. Esin oldu olsun. Bir ticaret kılsak başlayımız ya, bu milletki kılan hizmetinin beji. Velakinne zâlike aşo, velakin kitap Kur'an, velakinne zâlike aşo, cemiyet hareketlendiğen güllünüş vaziyetinin bir kısmının bir parçası. Onun da başka nurgun işler var. Öteydiğen nurgun talıllar var, nurgun patroller var, türeydiğen nurgun bacılarımız var. Hatta cinimizin sepetsek mi hoş olmaydı ama biz onun için kılmayız. Allah'ın aldığı mesuliyet için kılan bu aşka biz ne tillisi mi külümüz. İşimizden hoşluğumuz. Hatta bizden nöbet kıp üzümüzden adamları öldürdüğü yakıp kasımı Türkçe bir gap var ya, seve cinimizden birimiz yani. Suyup durup, hoşallık olar cinimizden bir iş doğru kılıyordu. Xuddi Sabit Damollam'ın ki, üzünün adamları taraf edin. Kapaske sulunap, turmuga, Xitaydan qulga alıp birilgenligi, Muhammed Ali Uygur'un ki, üzünün adamları tarafından öldürülgenligi, Abdülkadir Damollam'ın üzümüzün adamları tarafından bıçaklanğanlığı, ma hikaye dep oylap qalmağınızma. Eğer bugün Abdülkadir Damollam ortaga çıksa, bugün bıçaklaymiz. Bunun ne hayran qalmağınız? Çünkü bayat bir ağız gapni dedim, bayat negizlik bir gap. Her qandaq bir qatmal cemiyet yoki pasat bir cemiyet yoki tushkun bir cemiyetninki paydag'uchilari var. Şu tushkunlikdan, şu qatmallıqdan, şu nadallıqdan paydalanayotgan biturlik adamlar bo'ladi. Mutlaka bu cemiyetning boshqa shaklga o'zgarishiga qarshi turadi. Ma eson oldi bo'lsin. Bu degan qonuniyat. Zat ashuni ushurmay turib, mashina qilolmaysizlar. Oxirga chiqolmaysizlar. Davomlashtiramiz. İza qumna bil muqarabati li kelimatin nahda. Hamda biz hamda bugünkü realligimizdagi nahda degan so'zga yaqinlashtirsak yoki biz Yevropaniki buni qildik ya biz yo'q oldida. Bugunning bizning realligimizdagi nahda so'ziga ashuni yaqinlashtirib bir tushunib baqsak hamda biz yangi islom eqimlarining harakatlarida aslında o'xshashlikni bayqaymiz. Sanajidligini bayqaymiz, tamasul tamahi o'xshashlik. Bu yangi islom eqim harakatlari ta'lim tarbiyadagi taraqqiy qilish, ijtimoiy jamiyat, siyosat, iqtisoddagi taraqqiy qilishga chaqirdi. Ummatning meroslaridan foydaliqlariga bog'lanish va shu ummatningki mahsulotlaridan natijalarining yaxshilariga bağlanışqa chaqirdi. Mana bu bir xil aralashish. Tamazu degan gap aralashishga, jalliq aralashish. Nima bilan nimaning aralashishi? Aslilik harakati bilan. Aslilik degani o'tmish va yangilash harakatining o'tiridagi aralashish. Buna birkish hozir al'an güllünüş sahasida xizmat qilayotgan mushu katta eqim harakatlanayotgan güllünüş asrlarining belgilarini, yo'llarini bizga sizib turadi. Bir narsani yana qo'shib qo'ya qarindoshlar. O'tmishdan munosabatini uzgan har qanday bir harakat qalbi qilinmaydi. Kelgusiga boqmagan har qanday bir harakat qalbi qilinmaydi. Bugun Uyg'urning ishida men oddiy olsun, yuqori olsun bir ish qilyapmiz mandalaqi. Siyosiy faoliyat qilyapmiz deb o'rtaga chiqyapti ya. Shu shuning bir o'zgargan shakli millatni o'tmishidan ayirib boshqa yoqqa yetaklayman davatqanlarmi bor? Yo'q emas. Diqqat qilsanglar bo'ladi. O'tmishiga mixlab qo'yib, kelgusiga qaramay xizmat qilayotganlarmi bor? Unga diqqat qilsanglar bo'ladi. Esonlar bo'lsin, o'tmishga mixlab qo'yish millatni taraqqiy qildirmaydi. Men mixlab qo'yishdan gapga diqqat qilinglar. O'tmishidan uzib o'tib, boshqa bir yo'linishiga
başlap ketishmi ham yaxshilik ekanmaydi. Balki millatning Uyg'ur millati, musulmon millatligini saqlab qolish kerak. O'tmishiga bog'lash kerak, kelgusi go'zal xaritlarni sizish kerak. Mana ma shakldagi harakat, ma shakldagi yetakchilik Uyg'ur musulmonlarini to'g'ri yo'lga yetaklay oladi. Undan boshqasi ma'lum darajada menib to'xtab qolishi aniq ahvol. Shuning bilan kitobimizdagi an-nahda degan so'zga berilgan ta'birlar, tushunchalar qana qildi, oxirlashdi. Ikkinchisi keldik at-tanmiya. At-tanmiya degan so'z. Tanmiya degan so'zni normalda bizning Uyg'urcha desak taraqqiy qilish, yuksaltirish degan ma'nosi bor. Yuksaltirish degan ma'nosi. Buni o'qib boqaylikini. Ammo nahdadan doirasi sal kichik. Nahda umumyuzlik bunda keng ko'lamlik o'rnidan qo'pish, yuksalish degan ma'noda bo'lib qolsa, tanmiya doiralik shaklda. Doiralik shakl deganimiz ma'lum sohaga qaratilgan. Masalan, tanmiyatul bashariyya, tanmiyatul iqtisod masalan. Ma shaklda doiralik shakldagi bir yuksaltirish, taraqqiy qilishni o'z ichiga olsa kerak. Abtur buning qana tushuntirishlarni ba'da qarab boqaylik. Va hunaka mustalah oxir. Bu yerda nahdaga yaqin keladigan yana bir atalg'i bor. Ko'pincha vaqtlarda kishilar tanmiya haqida so'zlaydi, nahda haqida so'zlamaydi. Ammo bu tushunch, ya'ni tanmiyaning tushunchisi yoki development, ingliz development deydi. Buning tushunchisi ki bu taqilib ishlatilishga boshlagan bir tushunch, gullanishning juz'iyatlaridan bir juz'iyatni tashkil qiladi. Juz'iyat degan gap qismlardan bir qism tashkil qiladi. Qanaqdir gullanishning o'zi emas. Ya'ni tanmiya gullanishga tam udul kelinmaydi. Balki gullanishning doirasi kichik. وذلك aşında deyişimiz إذا أردنا النظر للصورة بشكل عام. Biz umumi bir şekilde bunun şekline qarab bakışını oylasak, mesela qarab bakmakçı olsak, mesela deyli Avrupa tushunchasidan kelgan vaqtda development, yani tanmiya, ta'lim harakati bilan ve İslam cemiyetlerinin Avrupa mirasidan kelgan nurg'un tushunchalarni qana qilish, kirgizish uqumu bilan mana shuni olib qolaylik. Qani bu yerda arablarning jamiyatiga biroz qaytmoq lozim. Oldimizdagi 100 yil yoki 150 yil yoki 200 yil desak bo'ladi. Musulmonlardagi islom dunyosidagi favqulodda keyniga chekinish, tushkuldishish, yiqilish qatorliq omillar islom dunyosidagi nurg'un insonlarni, hatto ba'zi olim ulamo, diniy kishilar qadar beg'liq bu musibat taraqqiyot degan hamallam Yevropadan tatib ekilish istik oladigan bir tuyg'u bo'lib qoladi. Buni haliqi kesiblam chiqib bu xato deyolmaymiz. Nima ish qilsangiz, chunki bir 200 yillik reallik odamni o'zgartirdi. Haqiqatan o'zgartirdi. Shunga ancha-muncha ash tarafligi qana qilib qaradi, bog'linib qoladi. Xalab xolamay insonlarimiz. Bizim duduqya qaysi kuni insonlarimiz Yevropani shuna tillaydi, ammo Yevropaga kelgan yo'l bor ekan deb qolsa, dengizga cho'kib ketishni qo'rqmayman. Bu haliqi odamning ig'zidan chiqqan gap bilan ichki yurkining eng tuvan qatlamidagi bir xil intilishning o'tirdagi farq. Yaqul Abdulhaq Shakiri tanmiya kalimasi haqida shunday deydi. G'arb tushunchasida tanmiyadan maqsad qilindigani milliy iqtisodni jonlantirish. Tanshid al-iqtisod al-vatani, milliy iqtisodni qana qilish, jonlantirish. Ya'ni Yevropadagi maqsad shu. Tanmiya, taraqqiy qildirish, o'stirish, yuksaltirish desa, asosan iqtisod qamanadi. Chunki Yevropaninki asos tayanchi iqtisod. Güllandi deyilsa shu iqtisod. Aqatildi deyilsa shu iqtisod. Shu. Ve bu iqtisodni çöküş holatidan, jim turgan turaqliqlik holatidan harakat va dinamiklik holatiga qana qilish, o'zgartish. Qana qilish orqali desa, milliy iqtisodning qudratini texmo ko'paytirish yo'li orqali yillik milliy ishlab chiqarish, umumiy ishlab chiqarishidagi yillik ko'rinarlik bir eshishni qo'lga keltirish uchun ishlab chiqarish haykallaridagi o'zgarish olib berish, uning vositalaridagi o'zgartish, xizmatchilarning, ishchilarning saviyasidagi o'zgartish va sanoat, kasb sohasiga texmo ko'p tayinish qatorliqlar bilan.
Şoңlашqa milliy ishlab chiqarish umumiy ishlab chiqarishidagi yillik eshishni va shaxsningki kirimining o'tirchi kirimini yuksalishning asosiy ishorat belgilaridan deb e'tibor qilaylik Yevropa tushunchasi. Ya'ni Yevropada bir narsa taraqqiy qildi deyilsa, shu milliy ishlab chiqarishning o'tirchi eshish nisbati, andan shaxsningki o'tirchi kirim GDP deb qo'ydik xalqaroliq o'lchamlarda 20 cho'ng davlat deydi, 20G 7G deydi. Bularning hammasi shu davlatninki mushu ikki nuqtasini asos qilib turib turga ayriladigan davlatlar. Ya'ni milliy ishlab chiqarish umumiy qimmati, andan shaxsninki o'tirchi kirimi mushu asos qilib turib davlatlar ratga tizildi. Ma davlat iqtisod jihatda dunyoda manchinchi ekan, ma davlat manchinchi ekan deydi ya. Shunda ratga tizishlar ham shu ikki asosda ratga tizildi. Bizning hamda Yevropa fikridagi tanmiya mafhumini ko'rish jarayonida va mushu atalg'uni qo'llangan yoki mushu tushunchani qo'llanganlarning ko'pincha nazaridagi mushu tushunchaga nisbatan qarashidan bu iqtisod va iqtisodninki yakka taraflariga munosabatli bo'lgan bir tar tushuncha. Agar Yevropa nuqtasini tushunsak, tanmiya faqat iqtisodlam qarab qolgan bir tar doirada kirib qoladi. Uning ustiga Abdulhaq Shakiri texmo amroq bo'lgan bir tushunchani tashlashga urinyotdi. U o'simi nahda, hadorat tushunchasiga biroz yaqin. Agar biz tanmiyani Yevropa tushunchasidan halqib biroz kengir tushunayli desak, tanmiya vaqtda nahdaga yiqilishib qoladi va hadoratga yiqilishadi. Hadorat degan so'zni bilasizlar-ku, Uyg'urchada hadorat deb tarjima qilindi. Ba'zi lug'atlarda madaniyat deb qo'ygan, bu madaniyatdan biroz kengir ma'nodagi uqum hadorat. Deydi-ki bu Shakiri, tanmiya xizmatining javhiri, ya'ni islomiy tasavvurni maqsad qilyotdi, madaniyat o'zgartishidir deydi. Ki bu madaniyat o'zgartishi jamiyatning umumyuzlik qurilmasini o'z ichiga oladi, moddiy, ma'naviy taraflarini o'z ichiga oladi. Ya'ni tanmiyaga bo'lgan har qanday bir qarash mush jamiyatning realligi va sharoitidan chiqishi kerak deydi. Mimma sabaq yuqori qiladin bizga shu oydinlashdiki, nahda tushunchasi ijtimoiy ma'lum bir asrdagi madaniyat aktivligi tarafiga qarab mangan ijtimoiy harakat tushunchasidir. Mao nahdaning tushunchasi. Tanmiyaning tushunchasi bo'lsa, Yevropa fikrida faqat iqtisodiy taraf va uning ko'rsatmalariga qaraydigan tushuncha. Biz shuni xulosalab olamizki, bir madaniy hadorat tarafiga qarab mengish ikkilisini o'z ichiga oladi. Ya'ni gullanish harakatini o'z ichiga oladi va madaniy ish faoliyat paydo qilish uchun iqtisodiy gullanish xizmatini o'z ichiga oladi. Ikkilisini o'z ichiga oladi deydi. Ana bayatdan hadorat degan gap chiqib qoldi. Shu asosda biz hadoratni bir tushunib deylik. Men kitobning matnisini, ya'ni iborasini tarjima qilishning oldida sizlarga madaniyat to'g'riliqni, hadorat to'g'riliq o'zimning tushunganini bir depre kitobdagi mazmunlar tezroq oydinlashishi mumkin. Hadorat degan nima desanglar? Bir qimmat qarashga ega bo'lgan millat shu qimmat qarash asosida yaratgan moddiy taraqqiyotlar hadorat bo'ladi. Bir qimmat qarashga ega bo'lgan bir millatning ya bir jamiyat, bir davlatningki shu qimmat qarash asosida yaratgan moddiy taraqqiyotlari nima hadorat bo'ladi. Men buni shu qadimgi zamondan tortib misol gapiraman sizlarga. Fir'avnlar davrida bir qimmat qarashga ega bo'lsa kerak shular. Balkim aranglarda bundan xayronglar ba'du yoki yo'qdir. Shu asosda bular kallasi o'chga o'xshaydigan haykallarni u qadar yasagan, u qadar qasrlarni sog'gan. Buning bugun kunimizga qadar yetib kelgan eng cho'ng yorqin bir misollardan birisi al-ihrom. Mana Mao o'z vaqtiga Fir'avn hadorati, o'ziga xos. İslam hadarati nima desa, islom hadaratining bir qimmat qarashi bor. Bir ilohlik qimmat qarashi bor. Va qimmat uni degilsanlar imonning hamma taraflarini bilisizlar, uni misol qilsam bo'ladi. Shu qimmat qarash asosida bir davlatdan birini qurib chiqdi, bir madaniyatdan birini qurib chiqdi, shahar qurib chiqdi,
Muşuның hammasi islom hadarati. Masalan, bugun ko'zimizga shunda Kabe'ning shakli ko'rinsa, islomninki markazi. Peygamber Aleyhisselam'ның masjidi shunda ko'rinadi, islomning ikkinchi markazi. Bir qimmat qarash asosida taraqqiy qilingan bir yer. Ham bizning vatanlarimizni Xitoylar pek vayron qilyapti. Asli bizning vatanlarimizda hozir shu Qashqarda bir hitkorimiz qoldi. Shuningga o'xshash bizning milliy diniy qimmat qarashimiz asosida yaratilgan bir taraqqiyot, bir shahar, bir jamiyatimiz bo'pti. Buni bir-birlab qanday qilib qildi, yiqib, yo'q qilib, ko'zdan yo'q qilib başladı demdi. Masalan, bularning Qashqar shahrida nurg'un yerlarimiz bo'pti, Xotanda bo'pti, Turkistondagi ham yerlarda bizning qimmat qarashimiz vakillik qiladigan bir yerlarimiz bo'pti. Buni hammani yo'q qilishga urinyapti yoki yo'q qilyapti. Hozir davomlashtirib ketib boradi. Mushuning o'zi nima? Hadorat. Ama bir millatni shakllanganda bilim, sapa nuqtasidan shakllangan madaniyatimiz saqofat deymiz arabchada. Aşu asasda qurilgan moddiy bir taraqqiyotlarni nima deymiz? Hadorat deymiz. Abdur mencha shundaroq tushundirdi. Mening kallamdagi hadorat tushunchasi shu qarindoshlar. Ya'ni navbatda bizning hadoratimiz yo'q, Uyg'ur millati bo'lish sifatimizdan hadoratimiz o'rtada yo'q. Agar qachonki biz uyg'onib, gullanib, o'zimizning bir jamiyatini, o'zimizning bir davlatini qurib chiqib, shu asosda taraqqiyotlarni qo'lga keltirsak, bu bizning nimamiz bo'ldi? Hadoratimiz bo'ldi. Her bir cemiyetdeki qimmat qarash bir narsani yaratadi o'rtaga. Bir narsani o'rtaga chiqaradi. Shu o'rtaga chiqargan narsa hadorat bo'ladi. Qani kelayli. Biz yuqorida tilga olgan mazmunlar bizni shunga qarab ketayotgan hadorat temasiga yetaklab boradi. Hadorat umum bir so'z bo'lib, buningdan bunda aralashma holat maqsad qilinadi ki, bu aralashma holat qaysi desa, yani maddi atalardan, yani imarat binakarlıqdaki ve insan mirasideki töhfü qo'shish, muqimlik ve terakki qilish ve onun üst bitilishini texmi aşırış qatorliq manaslardaki maddi atadan aralashgan bir holat maqsad qilinadi. Yani hadorat ma'naviyatdan bekroq maddiviyat asosida qurilgan bir narsa. Esingda bo'lsin, maddiy taraqqiyot şu davrning kishilarininki ma'naviy ruhiyatiga vakillik qiladi. Chunki inson o'zining kallasida bana qiladi, o'ylaydiganini qiladi. Masalan, diqqat qilsanglar, bir davlatning odamlari masjidga amroq bo'lsa, qalbida mayli xolisini xolimisin, yavaş necha yilda balkim shu shahar masjidga tushadi. Agar bir shaharning odamlari kinoga amroq bo'lsa, bilinar bilinmez neçe 10 yılda şu şehirde kinoxuna olib ketadi. Herkes bir şehirde bir narsaning yo'qib qolganligi tasodifiylik emas, balki şu şehirning odamlari xohlamaganlik. Bir narsaning ko'pib qolganligi o qandaqdir bor. Masalan, deylik Qohiraga bir baqqallarning var ortada. İstanbulni ko'ryapsizlar. İstanbul, Qohiradagi masjidlarning soni o qadar ko'p masalan. Aşu herkes bika kelib qolmaydi. Belki şu yerdeki insanlarınki qalbining masjidga bağlangan bir tarafının ifadesi. Yani şu hadorat. Ve şununla bazılar deydi, yudifu ilayha, yuqoridagilarga bazılar bir qism tadqiqotlarda shuni qo'shadi ki, buningdagi ish mana sal kengri. Buna deyishsa, bunda desakmi bo'ladi? Lil qawl. Yani bunun medeni ma'nosi. Medeni degan gap nima degan gap bilamiz qarindoshlar. Medenining ikki xil ma'nosi bor. Birisi madaniyat hukumidagi madani, yani birisi haq huquq hukumidagi. Mana devetib ketayam, lekin ushlab qolsa asqitib qoladi. Medeni davlatlarda bir atalg'ularga qo'shiraydi sizlarga. Medeni davlatlarda. Medeni davlat degan gap bunda madaniy davlat degan gap emas-ku. Qonun davlati, haq huquq davlati degan gap. Şu medeninin ikki xil ma'nosi bor. Birisi madaniyat, birisi haq huquq qonun degan ma'noda. Miyadagisi madaniyat, yani madaniy ma'no, madaniyatning ma'nosi. Va annahu yalzim, ana bu yerda hadoratning mafhumini bekitish uchun shu lozim bo'ladi-ki, mushu qurilishning ichi cho'qim diniy axloq tushunchasi bo'lishi kerak. Ha, bayatma degan gap shu. Herkes ma'lum men hadoratni tushundirgandagi moddiy taraqqiyot o'zligidan shakllanib qolgan moddiy taraqqiyot emas, balki astiga yushirilgan bir ma'naviy qimmat qarash bor. Bir diniy o'lcham bor, diniy axloq bor.
ولا نرى في ذلك تلازما صرفا. Biz onu xalis bir bağlanıp qilishni ko'rmaymiz. Illaki shunda deb e'tiborga olsak bo'ladiki, har qanday falsafiy tushuncha mush ma'noning tahtiga qanday qiladi kiradi. Ya'ni qanday bir hadorat, mayli dinsizning hadorati bo'lsin, dindorning hadorati bo'lsin, cho'qim ostiga uyushtirilgan bir falsafiy qimmat qarash, din asosidagi bir ma'naviy tushuncha bo'ladi qarindoshlar. Masalan deb Xitoyning madaniyatini tilga olibdi. Fa iza qulna, masalan desak Xitoyning madaniyati ko'ngizchilik asosida qurilgan deydi. Ko'ngizchilik asosida qurilgan. Ya'ni biz mushu siyoqda shuni maqsad qilamizki, ikki xil ma'noni maqsad qilamiz. Birisi muqimlik, qurilish, taraqqiyot va hadorat tuhfalari ma'nosini maqsad qilamiz. Bu bir ma'no. Yana birisi ichki ma'no. Muzdarjini aralashma degan gap. Ichki ma'noki u o'simi mishada hukm surayotgan bir qimmat qarash. U o'simi ko'ngizchilik. Ya'ni ichidan bunda ittirib turadigan bir nim bor. Masalan, Konyaga olsangiz ko'rsizlar, nurg'un qadimgi imoratlar va qadimgi binolar va ko'rishga tegishli nurg'un ziyorat qilishlik muzeylar va diqqat qilsanglar bir xil supizmlik ideyasi ostiga uyushtirilgan. Ya'ni bir ideya insonni ba'zilarni qildiradi, ba'zi narsalarni soldiradi, ba'zi imoratlarni soldiradi, ba'zi narsalarni yasatqizadi. Xitoyning bugungi chiqayotgan taraqqiyotini yoki bugungi yaratgan madaniyati, hadoratini bor deyilsa agar shu ideyasi ostiga uyushtirilgan bir ideya va u o'simi ko'ngilchilik ideyasi. Dal mushu ma'noda an hadoratniki keng ma'nosini biz qanday qilib bilalaymiz. Demek ki müşekilge vaqtda men bir narsani eslatay. Bizning jamiyatimizni dushman Xitoy qimmat qarashni odatda mashta moddiy madaniyat, hadorat asari atiqida saqlab turadi shu asli. Masalan, balkim sizlarda unda hissiyat bo'ldimi, bo'lmadimi? Men shu İstanbul'daki ba'zi qadimiy cho'ng-cho'ng buyuk masjidlarga, jamilarga borsam, masalan Sultan Ahmed Sulaymoniya jami masalan 500 yıllık, 600 yıllık camilerge barsam, şu vaqtdagi kishilarningki tafakkurini, şu vaqtdagi kishilardagi bir xil qizg'inlikni, şu vaqtdagi iqtisodiy jihatdagi gullanishni ko'z oldimdan xuddi film o'tgandek qanday qiladi uytidi. Ya'ni eslayman yani. Endi bizning agar vatanga bo'lgan berib qolsak, bizni 100 yil oldiga boradigan, 100 yildan burungi millatning ruhiy holatini eslatadigan nima bor o'rtada? Yo'q. Hammani yo'q qilib etdi. Hadoratninki muhim tarafi shu. Chunki hadoratning ostiga saqofat, shu vaqtdagi bir qimmat qarash, shu vaqtdagi kishilarning ideologiyasi, shu vaqtdagi kishilarningki ideyasi yushungan bo'ladi. Demak, hadorat tarafiga qarab mangan yo'lida ketayotgan bir jamiyat uchun ikki taraf bor deydi. Birisi istiqror va tanmiya tarafi, cho'qim muqimlik bo'lish kerak o jamiyat. Muqimsiz bo'lib qolgandan keyin ish yoqmaydi va taraqqiyot bo'lish kerak. Mushu muqimlik degan gapni Xitoy tilida deb bizning quloqqa sat olgan bo'lib qolib, ammo muqimlik bizga kelgan vaqtda bek yaxshi ahvol, bizga nisbatan. İstanbul'dagi Uyg'urlarning jamiyati qachon shunda muqimsizlashsa ish yoqmaydi. Shu muqim, tinch, omon bo'lsa, ama bir normal bir jamiyat, andikin jamiyatdagi nimaga tayyorlik qildiganlar tayyorlik qila oladi, iqtisod topalaydiganlar topalaydi, o'qiy oladiganlar o'qiy oladi. Nima ish qilamiz desa shu vaqtda qilgan bo'ldi. Yana bir taraf bo'lsa, buningki bir qimmat qarash manzuma sistem bo'lish kerak. Va bu sistem insoniyat hadoratiga tuhfa qo'shishi kerakki, bir ya'ni biz bir narsani deb mengishimiz kerak o'rtada. Hozir Uyg'ur nima asosda mang'ida qarindoshlar? Balkim din asosida deyishim mumkin. Dinning bizda shakllangan bir qimmat qarash bo'lishi kerak. Dinning bizda shakllantirgan bir qimmat qarashi. Nahda hareketi del şundak bir özgürüş payda qilish hareketi bulup bu özgürüşle bizden talep qilinayotgan hadorat holatiga ib boradi. Taqud degan gap yetaklaydi, vat degan gap holatga ib boradi. Del mushu nuqtadan ba'zi mushu ikki muhim taraflarda izohlash mumkin bo'lgan eng keng doirada tutib qolgan ba'zi ma'nolar oydinlashishi mumkin deydi. Ham yerda muhim savolda bir mavzu ekan, bu bir 2-3 bet keldi ekan. Bugun vaqtimiz to'shab qoldi.
Buguncha mishada to'xtab turaylik. İnşallah kelar qatimliq darsimizdan davomlashtiramiz va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.